Tozalab qo'ying o'g'lim. O'zim o'g'limda mana. Bobo o'g'limisiz? Qanaqa o'g'limsiz? Menga qarachi, video yo'lyapman sen, olaveraymi? Olmaymi? Uyatasanmi? Uyatma o'g'lim, video yo'lyapman. Menga qarab qo'ychi. Men qanaqa dadaman o'g'lim? Zo'r dadamanmi yo yomon dadamanmi? Yolg'onchi qanaqa bo'ladi o'g'lim? Yolg'onchi aldaydi. Yolg'onchi bo'lsa yaxshimi o'g'lim? Menga qarachi, menga qarab gapir. Menga qarab gapir. Yo'q. Yolg'onchi bo'lsa yaxshimi? Yolg'onchini kim yomon ko'radi o'g'lim? Odamlarni yaratgan yolg'onchi dadasini, anasini, mo'ylayini, o'zini, o'rtayini yomon ko'radi. Yolg'onchi hammani yomon ko'radi. Yolg'onchini Alloh yaxshi ko'radimi o'g'lim? Yo'q. Alloh yomon ko'radimi? Yolg'onchi bo'lsa bo'lmaydi, yaxshi bo'lmaydi. Yolg'onchi bo'lsa o'g'lim. Assalomu alaykum qo'yapsiz. Assalomu alaykum dada. Alaykum assalom o'g'lim. Aka mana mashina oldi, sizga YouTube'ga chiqdi. Hali chiqmasdan, video chiqmasdan berdim sizga. 25 ming sizga baraka mana. Andijonda? Andijon Jala hududi. Shu opam Xo'jobodda. Mana. O'zim telefonimda syomka bo'lyapti, opam Ardor opam mana nima qilib turibdi. Ijolat olmay mana ana qilaverasizlar. Mana opam keldi, xudo xolasa mana nari aka Ardorimiz. Iloy. Mana aka ma'qulmi aka o'zingizga? Bo'l. Syomka qilib qo'yayotganim, noto'g'ri tushunmanglar. Hali keyin telefon qilgan odamlar sotilsan, sen nayranga chiqardingmi deyishmasin degan maqsadda qilib qo'yapman xolos buni. Baraka topinglar aka. Bo'ldi aka. Xudo xolasa bu mol sotildi endi. Mana ustini avvalambor assalomu alaykum Qubbachorva kanalining aziz va muhtaram obunachilari, bizni uzoq yaqindan kuzatayotgan hurmatli aka-uka, opa-singillar, hurmatli hoji ota, hojonalar. Sizlar bilan Qubbachorva kanali. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani, Quvan deyali sentrida. Bugun hafta kuniga payshanba, sanamiz 27-mart 2025-yil. Kirib kelayotgan, yaqinlashayotgan hayitlaring bilan hammalarini chin yurakdan tabriklaymiz. O'zimizning xonadondan chiroyli, go'zalsidan go'zal, har qanaqa sifatga arziydigan mollar tayyorlab qo'yganmiz. Bo'g'oz degan bo'g'oz, sigir degan sigir. Bir boshdan ko'rsatib o'tamiz, ma'lumotlarni beraman o'zim. Yonimda odam yo'q. Jali yordamchi bo'lish uchun tishlarni ochib ko'rsatolmayman, lekin aytib ketaman hammasini bir boshdan. Bu kuni qolgan bo'g'oz Xudo xohlasa ikkinchi tug'ishga tishi 6 kurak. Yuvosh deyilsa yuvosh. Kimdir Eston dedi, kimdir Qizil deydi, mana ko'ringlar. Dastlabkilarimiz vodiy bo'ylab mutlaqo bepul aytilgan narx ichida Qoraqalpog'istonga chaqib beramiz behijolat. Mana shu videodan keyin nasib bo'lib sotilib qolsa, yuklanayotgan jarayonlarni ham necha pulga sotilganicha narxlargacha aytib o'taman xudo xolasa. Bo'g'oz ma'lumotiga kelsak, tishi 6 kurak, bo'ylari 1.25 plus, kuni qolgan. Bir hafta avvalda tug'adigan bo'g'oz, puliga 26 million kami bor, vodiy bo'ylab dastlabkasi bepul. Mana molimiz bor akalar. Ikkinchi tug'ishga, uchinchi tug'ishga bu tishi 8 kurak, bolasi xunajin. Tishi 8 kurak, bolasi xunajin. 10 kun, 11 kunlik bolasi, xudo xolasa, mol qora mol. Ayibga bu yo'ymaysizlar, buni bitta katta bo'zayimiz bor, chiqib ketib o'yib qo'yibdi. 11-12 litr suti bor, bitta ko'rindan chiqarib qo'ygan narsam bor. Narx aytib kami bor degan olsam 27,28 million, 27 million aytaman. Bu molni xudo xolasa bitta yaxshi obunachilar uchun xayrli qilaman. Telefon qilgan odamga narxini aytaman, nech pulga olganimni. Ko'nidan chiqarib foyda bergisi kelsa beradi, bergisi kelmasa ukash pulingga rozi bo'l deydi, yo'l kirasini berib qo'ysa bo'ldi. Qoraqalpog'istondan qilsa ham farqi yo'q, kerak bo'lsa qo'shnim olib chiqib ketsa ham farqi yo'q. Aytgan summani, olingan pulini halol pok aytaman. O'zi yo'l kirasini berib olib ketib oladi. Hech qanaqangi bu moldan men foyda kutganim yo'q. Sizlar uchun bitta molni ehsonli deb tushunmanglar-ku. Sovg'a, xayrli, xudo xolasa bitta yaxshi aka-uka uchun, obunachi uchun xayrli bo'ladi. Bu uchinchi molimiz, bolasi xunajin. Buniki bolasi xunajincha, hozir bolasini yoniga baylab qo'yaman. 13-14 ta suti bor, bitta aybi, bitta shoxi singan. Hanxi dehqonda olingan mol. Bolasi xunajin, bo'ylari 1.30 atrofida buniki. Shved deganlar, Qirg'izistondan kelgan, tamg'asi ham bor.
Yuvoshlik yarasa yuvosh 13-14 ta sutga vodiy bo'ylab dastlabkasi bepul 26,5 million so'm kami bor. Bu mana Qirg'izistondan tushgan malla shved. Bolasi xonajincha, o kindiklari ham turibdi, 8-9 kunlik bolasi. Mana bu 6 kurakchi. Mana erinlari, bu ham rosa yuvosh malla shvedga qiziqqanlarga. Malla shved bo'ylari uniki ham 1.30 atrofida. Xudo xolasa yaxshi, go'zal mol, maza qilib vaqt sog'ib ichadigan mol. Buni ham shu vodiy bo'ylab dastlabkasi bepul, butun O'zbekiston bo'ylab Qoraqalpog'istoncha kelishamiz. Narxiga keladigan bo'lsak, 30 millioncha ko'taradigan mol sizlar uchun xudo xolasa bu molni 28 million 500 ming so'm kami bor. Boringlar 28 million kami bor ekan, yana 500 ming so'm o'tdim mashina. Xudo xolasa olmasa qilma. Katta shved chiqadi. Tak, to'pananchini olasiz bu. Mana 3-chi bolasi xudo xolasa, bolasi novoqchi. 14 litr suti bor. Katta shved 1.30 kilo xudo xolasa. Toza shved so'raganlar. Rosa yuvosh. Mana elinlari orqa tomondan ko'rinishlari. Mana mol bolasi novoz. Bu molimizni narxiga keladigan bo'lsak, 31 million kami bor, vodiy bo'ylab dastlabkasi bepul. Uzoqlarga masofasiga qarab kelishaveramiz. Endi yonimda odam bo'lganda yetalab tashqariga chiqib ko'rsatib beramiz. Yordamchi ukalarim endi keladi. Zohid Uzda to'lov videosini yana chiqaramiz, yurish-turishlarini. U kanalga o'tib ham ko'rsatib bo'laveradi. 3 boshli deganlarga 3 boshli yana bolasi sementalga gibrid, semental novosiga qo'ygan ekan. Bu ham katta mol. 13 litr suti bor, mana toza shved, eti boshi ham baland. Yonidagi bolasi 3-chi bolasi akalar. Qochib qolgan bo'lsa, xudo xohlasa 4-chisini tug'adi. Ana erinlar. Dehqon akamiz 2 oydan o'tgan qo'yilganiga degan. Endi men to'g'risi gap vaqt bo'lmadi. O'zichini olib kelib ko'rsatgan. O'zichiga telefon qilsam, aka ishga chiqqanim yo'q degani uchun quvamizda bitta o'zi bor, Tohirbek degan bola. Vaqti bo'lmadi, shunga ko'rsatilmadi. Mana shu molni ko'ringlar. Shved mol. Bu molni har qaysi bozorda, har qaysi dehqonning qo'lida ham, savdogar qo'lida ham 40 million dedi. Sizlarga bu molni men 35 million qo'yib beraman. 34 million kami bor. Vodiy bo'ylab dastlabkasi bepul. Bo'ylari 1.35 atrofida. Toza shved so'raganlar. 4 oyda atrofida bolasi. Sementalga gibrid. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlarga doim xizmat qilishlik bizga nasib qilaversin. Yaxshi mollar chiqarib berishlikdan to'xtamaylik. Olgan odamlar baraka topsin. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, ertadan like bosib, chorva gurpalariga maksimal darajada tarqatib qo'yishlarini so'raymiz. Hammalaring bilan yaxshi kun uchrashaylik, ilohim. Sog' bo'linglar.